Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kayfiyatingiz yaxshimi? Sizlarga Xudo xolasa noodatiy ko'ralarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Agar mana shu ko'ramiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qo'yib, like bosinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'rlari hali oldinda. Endi sizlar bilan ko'ramizni tanishib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, bu ko'ramizdan ikki xil ko'rinishda foydalansanglar bo'ladi. Birinchi qismi tepasi shashlik pishirsanglar bo'ladi. Ikkinchi qismi bu shashlik qismini olib tashlab, mana tagida barbekyu zona bor. Bu barbekyu zonada sizlar setka yordamida go'sht pishirsanglar bo'ladi. Hurmatli do'stlar, har doimgidek ko'ralarimizga agnoporni kraskalardan foydalanganmiz. Siz buni ishlab bo'lganingizdan keyin kuldan tozalashga hech qachon qiynalmaysiz. Sababi biz buni orqasiga mana kuldonlar qo'yib ketganmiz. Kimga agar mana shu ko'ramiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, Xudo xolasa yetkazib beramiz. Shu ko'ramiz sotib olgan odamga 10 ta kavkazskiy six va barbekyu qilish uchun setka va ko'mir yoqish uchun starterlar qo'shib beramiz.